Aver hafta savdo kechki bozorda sizlar uchun arzon narxga Nexia 3 narxida Gentra mashinasi 2017-yil 156 000 km masofani bosib o'tgan 3-peysi avtomat korobkasi bo'ladi. Mashinaga Amerikanka optirallar qo'yilgan, 4 ta yaxshi yumshoq balolargacha ham qo'yilgan. Mo'yka qilinmaganiga e'tibor bermaysizlar, ukamizga surash zo'rlagan, to'g'ri olib kelibdilar. Shumkalar qilingan, salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Ko'rik, chexollargacha ham solingan. Xo'p, yangi Vipsga Gentra magnetofon, video registrator, mejgar pult, tablolarini ham yangicha qilib qo'yishdi. Temir gaz ballonli ustanovka qilingan. Texnik tomonlama hech qanaqa muammolar yo'q. Motor, korobka, ходовойlarda ham umuman ishlar yo'q ekan. Kraskasiga keladigan bo'lsa, akalar, 4 ta kirloda yarim-yarimdan pitnosi bor. Ichlariga o'tmagan, даже kirlolarni yechilmagan ham akalar. O'zini uchun polni tekshirtirib, proverka qildirib olaverasizlar. Asosiysi narxi zo'r narx bo'ldi. $8,450 baholandi. $8,450 ga 2017-yil 156 ming proyekt yurgan 3-peysi avtomat korobka Gentra mashinasi.